Fuzayl ibn Iyod Samarqandlik bu kishi. Qaroqchi edim men deganlar. O'g'ri edim yana. Qizlarni orqasidan qo'lab yurardim deganlar. Endi odam aslida bu gapni aytishga u kishini haqida uyaladi ham. Shunaqangi katta olim, zohid odamki, tasavvur qila olmaysiz, nahot shu odam shunaqa bo'lganda. Endi Allohning taqdiri bo'lgan ekan buni. Bir kun bir rivoyatda kelgan bir qizni uyiga o'g'rilikka tushdim deydi. Bir rivoyatda bir qizni orqasidan uni bilan bir shahvoniy ish qilish uchun, bir rivoyatda bo'lsa o'g'rilik uchun bitta uyga o'g'rilikka tushdim deydilar. Kechqurun bir qorini Qur'on o'qiyotganligini eshitib qoldim. Mana shu oyatni o'qiyotgan ekan. Alam ya'lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah. Iymon keltirdim degandan keyin, endi baribir mu'min bo'lganlar-da o'sha vaqtda ham kofir bo'lmagan. Faqat fosiq bo'lganlar. Bo'ldi-da, vaqt kelmadimi Allohning zikriga qalbim yumshashligini. Endi yoshman deb sho'xlik qilib yuraverdim endi. degan oyatni o'qiyapti ekan. Shunday eshitgan zahotim chiqib ketdim. Bala ya Rob deganlar. Bo'ldi, vaqt keldi deganlar. Mana qarang. Asli toza odam bo'lgan ekanlar-da mana. Alloh aytayaptiki, mu'min bo'lsang, nimadir o'zgar. 20 yilga avvalgi isloming bilan hozirgi isloming bir xil davom etavermasin. O'zgar, nimadir yangilik bo'lsin senda. Qalbing titrasin, Allohning oyatlari tilovat qilinsa, senda ya'ni xushu paydo bo'lsin. Uni ta'siri, xushuni ta'siri a'zolaringda ko'rinsin, taqvo qil. Gunohlar odatga aylanib qolmasin. Xo'p, gunoh qiladi odam, mayli, lekin odatga aylanib qolmasin. Sirri, bezbitlarcha oddiydek his qilib qolib qilib yuravergan bo'lsa, bu xatar bu. Shuning uchun ham mana 20 yildan beri islomda yurgan odam o'zini kecha islomga kirgan odamga qiyoslamasin. Ha, mana men ham shunday yuribdi-ku deb. Siz 20 yildan beri yuribsiz. Har xil jimjimador da'volar bor. Islom asosida bo'ladi. Haligi gaplar, bizning maqsadimiz nimaga marraga yetishmas, shu yo'lda o'lib olish, to'g'ri bu gaplar, lekin dangasalikka hujjat emas bu. Qur'on tafsiri o'tib ketadi, men aytamiz u. Ramazonda bitta Qur'onni xatm qilib chiqiladi, bitta oyatdan ta'sirlandingizmi desangiz o'ylanib qoladi odam. Ayting, Qur'onni xatm qilib chiqdingiz Ramazonda. Bitta oyatdan ta'sirlandingizmi? Yo'q. Ta'sirlandingizmi ya'ni? Siz xushu keldimi o'shandan sizga, mana shu oyatda qara nima deyapti ekan deb odam ta'sirlanib. Yo'q. Mana shu xushuni sekin sanash degani. Alloh sekin sanayapti. Nimaga bunchalik zaif xushularing yani? Bismillahirrohmanirrohim. Keyingi oyatda Alloh taolo aytadi: Alam ya'ni lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kallazina utul kitaba min qabl fatala alayhimul amad faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun. Endi iymon keltirganlarga qalblari Allohning zikriga yumshash vaqti kelmadimi? Va nozil bo'lgan haqqa endi yumshash vaqti kelmadimi? Yana mana shuncha gap gapirilyapti. Endi bo'ldi-da, endi shunda ham ta'sir qilmaydimi? Shunda ham o'tiraveradimi odam iymon keltirganman deb, qalbim toza deb, iymon keltirganman deb amal qilmasdan Allohim kechirimlik deb o'tiraveradimi qarab shundan keyin ham? Alam ya'ni endi vaqti kelmadimi? Alloh zikriga qalb yumshashligi va nozil bo'lgan mana bu haqqa, Qur'onga ya'ni qalb yumshashlik vaqti kelmadimi? Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytganlar. Bu suraning tafsirini avvalda ham aytgandik buni biz. Ma kana bayna islamina va bayna an yu'atibana Alloh bi hadhihi al-aya illa 4 sinin deganlar. Bizda islomga kirishimiz bilan Alloh bizda mana shu oyat bilan itob qilinishligini o'rtasida bor yo'q 4 yil vaqt bo'ldi deganlar. Imom Muslimda kelgan oyat. Ya'ni demak mana bu dalilki bu oyat Makka da tushgan. Yuqoridagi oyatlar Madinada tushgan, mana bu Makka da tushgan. Islomga kirganimizdan keyin 4 yil o'tib bor yo'q deyaptilar. 4 yil o'tib. Alloh bizga tanbeh berdi, bo'ldi-da endi, vaqt kelmadimi endi qalblar xushu qilishligini deb. Bu nima degani? Bu oxirgi ogohlantirish ohangi degani. Misol tarzida aytaman tushunishlik uchun. Bir bolangiz masalan sho'xlik qilyapti, mana qarang. Ha, indamay qo'yasiz, ha bolada endi, ha yoshda deysiz. Keyin oxiri asab chidamagandan keyin oxiri bir chidab bo'lmaydigan darajaga borgandan keyin yaxshilikcha ogohlantirasiz. Ey, qo'y bola deysiz. Haligi shunda ham to'xtamasa, keyin oxiri tahdid ohangiga o'tasiz. Ey, bo'ldi-da deysiz. Shunchalik ham bo'ladi-da endi sabr qilsa. Bo'ldi-da endi deysiz, to'g'rimi? Mo'minlarga Alloh xuddi shu ohangni qo'llayapti. Inson islomga kirganda endi hali yangida deysiz. Ko'p narsalarni uni bo'yniga solmaysiz ahkomlarni. Alloh ham hattoki ko'p ahkomlarni tushirmagan, ha yangi musulmon hali bezib qolishmasin deb ko'p ahkomlarni ularga tushirmadi. Ko'p narsalarni hatto harom qilmadi. Aroq ichish halol edi. Hijob yo'q edi ayollarga.
Hamma narsa johiliyatdagidek edi, ko'p narsalar. Hali yangida bular indamadi Alloh. Endi yuraveradimi yangi deb bo'ldi-da endi. Hozir ham xuddi shu odamlarga ajablanasiz. Necha yil bo'ldi islom kirganingizga? Ayting, har bir odam o'ziga savol bersin. Kimgadir 20 yil bo'lyapti, kimgadir 30 yil bo'lyapti. Har qarasangiz ham musulmonchilik asosida deb yuribdi. Bo'ldi-da endi asosdalik shuncha bo'ladi. Qachon bo'ladi? Asosdalik. O'lganingizdan keyin bo'ladimi asosdalik? Bu asosdalik emas, bu o'zida aldab yuribsiz mana munofiqlarga o'xshab, g'arratkumul amani degandek. Sabr qilinsa, sizni ko'ngilchangizni rioyasi qilinsa, og'rib qolmasin deb, shuncha sabr qilinadi-da. Hozir 10 yil islomda yurgan odamga haqiqiy islomni gapirishdan cho'chib turasiz, murtad bo'lib ketmasin deb. Shunchalik ham bo'ladimi? 1 yil bo'lgan bo'lsa ekan islomga kirganingizga, 2 yil bo'lgan bo'lsa ekan, hali tushunmaydi-da, hali yangi deb uni rioyasini qilib turasiz. Shu ta'sirida hozir da'vatchilar hatto buzib ketyapti, qarang. Odamlar tushunmaydi, odamlar ko'tarmaydi deb da'vatchilar 20 yil da'vat qiladiki, haqiqiy islomga yetib bormay o'lib ketadi keyin. Hammasi odamlar ko'tarmaydi. Bo'ldi-da endi odamlar qachon ko'taradi odamlar? Vaqt kelmadimi ko'tarishligini? Bunday haqiqiy islomni gapirishlikda odamlarga ularni qachongacha rioyasi qilinadi odamzodda, ya'ni. Mana shunday deb Alloh oxirgi ogohlantiruvni beryapti bu yerda musulmonlarga. Bu tahdid degani. Yuqorida aytganimizdek, farzandingizga masalan bo'ldi-da deysiz. Mana bu dalilki, odamlar hozir haligidaqa gaplarni ko'tarib yuradi, o'zini o'zi aldash bu. Mana munofiqlarni amoniy aldab qo'ygandek. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan odam jannatga kiradi degan ekanlar. Bo'ldi-da mana deydi. Yoki kimlarda haligi Zimob ibn Sa'labani hadisini ko'tarib keladi. Zimob ibn Sa'laba degan bir inson islomga kirganda sahobiy kelib nimaga chaqirasiz deb Rasulullohdan so'ragan, namozda aytganlar, zakotni aytganlar va shu bilan keyin haligi odam bo'ldi deb ketganda Rasululloh mana jannatiy odam deganlar. Shuni olib ba'zilar bo'ldi-da mana namoz islom shuda o'zi deydi. Yana nima buncha boshda ortasizlar? Hamma munofiq deb deydi. Islom shuda o'zi, namozingni o'qi, Ramazon kelsa ro'zangni tut, puling bo'lsa zakotingni ber, oshib toshib kelsa bor haj qilib kel. Shuda islom bo'ldi-da, yana nima edi deydi. Sizga savol, mana shu oyat tushgan paytda sahobalarda shu ishlar yo'qmidi hozir? Sahobalar namoz o'qimasmidi? Alloh bo'ldi-da deyapti. Sahobalar roza tutmasmidi? Zakot bermasmidi? Nima qilardi sahobalar? Bo'ldi, endi vaqt kelmadimi? Haqiqiy islomga kirish vaqti deyapti. Sahobalar bu ishlarni qilardi hammasini. Endi haqiqiy islomga kirish vaqti keldi, bo'ldi-da endi degandan maqsad seni rioyangni qilib o'rish vaqti tugadi. Haqqoniy islomni ijid endi, yoqmasa ham. O'zing aldab yurma. Islomda bor ahkomlarni to'liqligicha qabul qil, udkhulu fis-silmi kaffatan degandek. Islomga yoppasiga kir endi, bo'ldi, rioyang qilmaydi hadib seni. O'lguningcha endi rioyang qilib yuriladi. Misol uchun mana yoshligida bolangizda yosh deysiz, o'qimasa ozroq yoki ishlamasa, yoshda endi o'qiydi, katta bo'lsa deysiz. Katta bo'lsa ishlaydi deysiz. Aqli kirgan yo'qda hali yoshda. Endi 20 ga kirgandan keyin ham o'ynab yuraversa shu bolangiz. 30 ga kirgandan keyin ham o'ynab yuraversa, na o'qimasa, na ishlamasa, oxir aytasiz, bo'ldi-da, yosh bolamisan deysiz. Qachongacha bu ahvol serrayib yurishingni qara. Yosh bolamisan, na o'qiysan, na ishlaysan deb urusha boshlaysiz oxiri, to'g'rimi? Endi bir marta uni yoshligida aytilgan gapni siz islom uni umr asosi qilib olmaysiz-ku. Xuddi shunga o'xshab nima uchun yangi islomga kirgan odamlarga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ana shu ishlarni qilsa jannatga kiradi degan gaplarni olib, xuddiki endi islomda bori shuni qilib olib odamlarga talqin qilinadi. Islomni bori shunday qilib olib, bir yangi islomga kirgan odamga Rasululloh aytganlar, uni endi o'shandan boshqani ko'tarmaydi chunki u. Islomni bori shu, undan u yog'i o'zi yo'q narsa degani emas bu. Nima unda Alloh tanbeh beryapmaydi? Bo'ldi endi deb. Nozil bo'lgan haqqa, Allohning zikriga qalb yumshash vaqti kelmadimi deyapman. Mana Alloh oyatda aytdi, Anfal surasining 2-oyatda o'qidik. Innamal mu'minuna allazina idza zikralloh wajilat qulubuhum va idza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. Mu'min shunday bo'ladiki, Alloh zikr qilinsa, uni qalbi titraydi. Alloh oyatlari zikr qilinsa, iymonni ziyoda qiladi. Masalan, darslar o'tib ketaversa, iymonsiz odam chiqib ketaversa, bu xatar bu. Alloh aytayaptiki, mu'min bo'lsang, nimadir o'zgar. 20 yilga avvalgi isloming bilan hozirgi isloming bir xil davom etavermasin. O'zgar, nimadir yangilik bo'lsin senda. Qalbing titrasin, Allohning oyatlari tilovat qilinsa, senda ya'ni xushu paydo bo'lsin.
Uni ta'siri, xushuni ta'siri a'zolaringda ko'rinsin, taqvo qil. Bu xatti harakatingda ko'rinsin. Gunohlar odatga aylanib qolmasin. Xo'p, gunoh qiladi odam, mayli, lekin odatga aylanib qolmasin. Sirri, biz-bitlarcha oddiydek his qilib yuravergan bo'lsa, bu xatar bu. Shuning uchun ham mana 20 yildan beri islomda yurgan odam o'zini kecha islomga kirgan odamga qiyoslamasin. Ha, mana ham shunday yuribdi-ku deb. Siz 20 yildan beri yuribsiz. Ha, oyat tafsirida ulamolar aytganki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bir rivoyat kelgan shunda zaif bo'lsa ham shu ma'no oyat tafsir uni quvvatlaydi. Innalloha yastabtiukum bil khushu' deganlar Rasululloh. Alloh sizlarni xushularingni sekin sanayapti. Endi nima bu toshbaqadek islomda yurganda haligi xushularing sust. Har xil jimjimador da'volar bor. Islom asosida bo'ladi. Haligi gaplar, bizning maqsadimiz nimaga marraga yetish emas, shu yo'lda o'lib olish, to'g'ri bu gaplar, lekin dangasalikka hujjat emas bu. Innalloh yastabtiukum bil khushu. Xushularing paydo bo'lmayotganligini Alloh sizlarda sekin sanayapti degan. Qur'on tafsiri o'tib ketadi, mana aytamiz u. Ramazonda bitta Qur'onni xatm qilib chiqiladi, bitta oyatdan ta'sirlandingizmi desangiz o'ylanib qoladi odam. Ayting, Qur'onni xatm qilib chiqdingiz Ramazonda. Bitta oyatdan ta'sirlandingizmi? Yo'q. Ta'sirlandingizmi ya'ni? Siz xushu keldimi o'shandan sizga, mana shu oyatda qara nima deyapti ekan deb odam ta'sirlanib. Yo'q. Ana shu xushuni sekin sanash degani. Alloh sekin sanayapti. Nimaga bunchalik zaif xushularing ya'ni? Mana shu oyat ikkita buyuk tarixdagi zot Fuzayl ibn Iyos va Abdulloh ibn Muborak rahimahumullohlarni mashhur olim zohidlar bilan islomga kirishligiga sabab bo'lgan oyatlar. Ana shu oyatlar. Bo'ldi-da endi degan oyat. Qattiq ta'sir qilgan. Ikkalari ham bir posiq odam bo'lgan bular. Fuzayl ibn Iyos Samarqandlik bu kishi. Qaroqchi edim men deganlar. Buni Qurtubiy rahimahulloh tafsirlarida keltirganlar va boshqa tarix kitoblarida ham mashhur qissa bu. O'zlari aytib berganlar. Men bir qaroqchi edim, yo'l to'sar edim deganlar. O'g'ri edim yana. Qizlarni orqasidan qo'lab yurardim deganlar. Endi odam aslida bu gapni aytishga u kishining haqida uyaladi ham. Shunaqangi katta olim, zohid odamki, tasavvur qila olmaysiz, nahot shu odam shunaqa bo'lganda. Endi Allohning taqdiri bo'lgan ekan buni. Bir kun bir rivoyatda kelgan bir qizni uyiga o'g'rilikka tushdim deydi. Bir rivoyatda bir qizni orqasidan uni bilan bir shahvoniy ish qilish uchun, bir rivoyatda bo'lsa o'g'rilik uchun bitta uyga o'g'rilikka tushdim deydilar. Kechqurun bir qorini Qur'on o'qiyotganligini eshitib qoldim. Mana shu oyatni o'qiyotgan ekan. Alam ya'lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah. Iymon keltirdim degandan keyin, endi baribir mu'min bo'lganlar-da o'sha vaqtda ham kofir bo'lmagan. Faqat posiq bo'lganlar. Bo'ldi-da, vaqt kelmadimi Allohning zikriga qalbim yumshashligini? Endi yoshman deb sho'xlik qilib yuraveradimi endi? Degan oyatni o'qiyapti ekan. Shunday eshitgan zahotim chiqib ketdim. Bala ya Rob deganlar. Bo'ldi, vaqt keldi deganlar, mana qarang. Asli toza odam bo'lgan ekanlar-da mana. Keyin bir joyda kechasam bir musofirlarni uchratib qoldim deydilar. Haligi musofirlar ish qilib Fuzayl chiqib qolmasin da yo'limizdan, bu nomard hamma narsamizni olib qo'yadi deyapti. Bu ustiga ustak bo'ldi deganlar. Meni gapirishyapti ekan. O'shanda qattiq siqilib ketganlar. Nahot men shunchalik Allohning bandalarini qo'rqitib tashadim. Ish qilib Fuzayl chiqib qolmasin yo'limizdan, hamma narsamizni urib olib qo'yadi bu Fuzayl deb odamlar bechora musofirlar qo'rqib yuribdi ekan degan. Keyin men sizlarga Fuzayldan omonlik beraman, qo'rqmanglar deb ularni uyimga tushirib mehmon qildimda, ularni tinchgina jo'natib yubordim deganlar. Mana shundan keyin Allohga nazr qildim, Baytulloh tark qilmayman deb, shundoq Ka'baga ketganlar Samarqanddan. Shu bilan Ka'badan chiqmasdan mashhur olim, zohid bo'lib, tarixda misli ko'rilmagan darajada katta olim bo'lib yetishganlar. Mana bitta oyat shunda umrini o'zgartirib yuborgan yo'nalishini. Xuddi shunga o'xshash Abdulloh ibn Muborak ham aytganlar. Men juda otarchilikka berilgan yigit edim degan. Dutorda olib olib, nayda olib olib, tinmay qo'shiq aytardim men deganlar. Bu kishi Turkmanistondan bo'lganlar. Hammamiz taniymiz Abdulloh ibn Muborakni. Bir kun ana shunaqa qilib yeb, ichib, yigitlar bilan dutorda chalib o'tiraman deb haligi qo'limga surnay bilan dutorda olsam ishlamayapti deydi. Cholaman desam ishlamaydi. Haligidan bir vaqt mana shu oyatda ovozi kela boshladi degan. Alam ya'ni lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah va ma nazala minal haqq. Bo'ldi-da, vaqti kelmadimi endi iymon keltirdim degan odamga Allohning zikriga qalbi yumshashligi, tushgan bu haqqa endi xushu qilish vaqti kelmadimi deb dutordan, surnaydan musiqa chalaman desam mana shunaqa ovoz kelyapti deganlar. Shundan keyin bala ya Rob dedim. Bo'ldi ey Robbim, tavba qildim deganlar. Shu bilan qaytib o'qishi ham mana
mashhur mujohid, olim, zohid kishi Abdulloh Muborak hammamiz bilamiz. Mana shu yo'lga, islom yo'liga, to'g'ri yo'lga kirganlar. Shuning uchun ham mana xushu qilishlik uchun nima qilish kerak deyilsa, Ibn Javziy rahimahulloh aytganlar, men ko'rdimki, quruq fiqh bilan, hadis bilan shug'ullanaverish qalb tuzalishligiga kifoya qilmaydi deganlar. Ko'pincha mana talab ilmlar ana shu kasallikka mubtalo bo'ladi. O'qishga boradi, quruq rasmiyatchilik qilib o'qiydi, ya'ni oyatlar, hadislarni o'qib ketaveradi, xushu, ruh yo'q ilmida. Fiqhni o'rganib tashlaydi, oyatlar tafsiri u olim bunday degan ekan, bu olim bunday degan ekan, hadislarda sahih ekan, zaif ekan deb o'zicha ajratib yuraveradi. Xushu yo'q. Allohdan qo'rqish o'tgan ulamolarning hayotidagi hayot yo'q. Qarasangiz qip-qizil posib bo'lib chiqadi aksari talib ilmlarda. Gunohdan qo'rqmaydi. Kerak bo'lsa bir johil odam gunohdan qo'rqadi, talib ilm qo'rqmaydi. Nimaga shunaqa? Ibn Javziy aytayaptilarki, mana shuning sababini quruq inson Qur'on, hadis bilan shug'ullanib yuraverishligi qalbning salohiyatiga kifoya qilmaydi deganlar. Nima qilish kerak desa, illa an yumzaja bir raqa'iq va nazar fi siyar as-salafis solih. Raqa'iq aralashtirish kerak. Ya'ni ana shu qalbni yumshatadigan bir qissalar, rivoyatlarda raqoiq ilmlarini o'qish kerak. Va salaf solih siratiga nazar solish kerak deganlar. Mana ulamolarning hayotiga qarash kerak, o'rganish kerak ularning hayotini. Qanaqa xushuli bo'lganliklarini. Mana shunda inson qalbi yumshaydi. Shuning uchun ham e'tibor bering. Alloh nima deyapti? An takhsha'a qulubuhum li zikrillah va ma nazala minal haqq deyapti mana. Tushgan haqqa ularni va Allohning zikriga, demak, bitta narsa emas bu, mana qarang. Allohning zikri va tushgan haq. Zikr, ibodat, qiyomul layl, ana shu Allohni eslatadigan narsalar. Olimlar eng katta Allohni eslatadigan zotlar. Ular yuziga qarasangiz Alloh esiga keladi. Shunaqa qilib olimlarning siratiga qarab, ularning gaplariga qarab insonning qalbida xushu paydo bo'ladi. Aks holda inson uzoq vaqt ana shunaqangi qalb bilan shug'ullanmay yuraversa, qalbi qotib ketadi. Xuddiki masalan bir temirni uzoq vaqt tozalamasangiz zanglab ketadi. Bir idish tovog'ida uzoq vaqt yuvmasangiz yog' bog'lab ketadi, keyin artib tozalab bo'lmay qoladi. Ana shunga o'xshab odamning qalbi ham uzoq vaqt raqoiq ilmidan, ya'ni qalbni yumshatadigan ma'ruzalardan uzoqlashib yursa, qalb qotib ketadi. Alloh oyatda aytgandek, "Summa qasat qulubukum min ba'di zalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa" degan. Qalbinglar qotib ketdi, keyinchalik toshdek undan-da qattiq qotib ketdi hattoki degan. Mana bu oyatda ham Alloh aytayapti: "Va la yakunu kallazina utul kitaba min qabl." Avval o'tgan ahli kitoblarga o'xshamanglar. Ularga fatola alayhimul amad, uzoq zamon o'turgach, faqasat qulubuhum, qalblari qotib ketdi. Va kathirun minhum fasiqun, ulardan ko'pchiligi fosiq bo'lib ketdilar. Ya'ni hozir biz mana shu zamonda yashayapmiz. Ahli kitoblar qanday bo'lgan bo'lsa, xuddi shu zamonda. Ahli kitoblar payg'ambardan minglab yil uzoqlashgandan keyin bir xil hayotda yashayverib, qalbi qotib ketdi. Alloh mana shundan ogohlantiryapti. Sizlar ham ey musulmonlar shunday bo'lmanglar deyapti. Lekin afsuski hozir aksar odam mana shunday bo'lib qoldik, mana qarang. Payg'ambar zamonidan uzoqlashilgandan keyin odamlar dinning haqiqatidan uzoqlashib ketdi. Natijada qalblar qotib ketdi. Ko'pchilik fosiq bo'lib ketdi. Xuddi ahli kitoblardagi sunan, Allohning qonuni takrorlandi yana. Demak, inson agar har kun bir ma'ruza eshitib turmasa, qalbi qotib ketadi. Fosiq bo'lib ketadi. Ikkinchi bosqich shu. Har kun odam qalbini yumshatib turadigan ma'ruza eshitishligi kerak. Bu faqat talab ilmlarda ish emas bu. Men ishlayapman, men ishim ko'p degan narsa insonga uzr bermaydi. Har kun odam qalbini yumshatib turishligi shart. Aks holda islomimiz eskirib qoladi. Mana Umar radhiyallohu anhuning siratlarida o'tdik. Madoin shahrini fath qilinishligida Sa'd ibn Waqqas radhiyallohu anhu bilan Salmon al-Farisi radhiyallohu anhu Madoin shahriga yurish qilayotgan paytlarida Sa'd radhiyallohu anhu aytdilar: "Agar gunohlarimiz savobimizdan ko'payib ketmagan bo'lsa, g'alaba qilamiz" deganda, Salmon al-Farisi aytdilarki, "Al-islamu jadid" dedilar. Hali islom yangi, inshaalloh g'alaba qilamiz deganlar. Mana shu gapdan chiqdiki, demak islom eskiradi. Xuddiki kiyimni kiyib eskirgandek. Uzoq vaqt islomda yashayotganda odam eskirib qoladi. O'zini odam tahlil qilish kerak. O'ylamang. Ha, sen jo'ja kecha tuxumdan chiqding, men 50 yildan beri bu yo'lda yuribman deb. Ehtimol eskirib, yirtilib ketgan islomingiz. Yangi tuxumdan chiqqan odamni islomi ehtimolgohida yangiroq bo'ladi. Buni o'zingiz ham sezishingiz mumkin. Yangi islomga kirgan vaqtingizdagi
Iymon lazzatini ehtimol his qila olmaysiz hozir. Posiqlashib ketgan odam. Demak, uzoq vaqt bir xil hayotda yashayverish odamni posiq qilib yuboradi. Tinchgina bo'lib yashayverish. Ana shuni Alloh aytayaptiki, uzoq vaqt o'tavergandan ularning qalbi qotib ketardi, ya'ni islomiy iskirib ketardi. Va ko'pchiligi fosiq bo'lib ketardilar deyapman. Xuddi shu tarix yana bizning ummatda ham hozir ko'p odamlarda takrorlanyapti. Buni tafsirida Ibn Kasir rahimahulloh aytganlar, ularga ko'p vaqt o'taverganligi sababdan Allohning kitobini o'zgartirardilar hattoki deganlar. Va xilma-xil odamlarning fikrini Allohning kitobiga o'rniga olib kelardilar. Dinlarida kishilarga taqlid qilardilar va olim rohiblarni Allohni qo'yib xudo qilib olardilar. Ana shunda qalblari qotib ketdi ulardi degan ekanlar. Mana shuni tasdig'i hozir ham aytayapman mana. Ashulachilar, aktyorlar qalbi yumshab Allohning zikriga kirib ketadi. Nimaga 20 yildan beri mullalik qilib yurgan odamning qalbi yumshamaydi hech bu islomga? Chunki tola alayhimul amad faqasat qulubuhum va kathirun minhum fasiqun. Ular o'rganib qolgan bu narsaga. Ko'p vaqt o'taverib qalbi qotib ketgan. Ibn Kasir rahimahulloh aytibdilar, keyin Allohning kitobini o'zgartirishgacha borardilar, bizbitlarcha. Johil odamni olib kelib, benamozlik kerak bo'lsa, Qur'onni o'chirmaydi, boshqa joyda yozib qo'y desangiz, Allohdan qo'rqaman men deydi. Lekin mullaga aytsangiz qila oladi ana shu ishni. Qur'onni o'chirib yozib qo'ya olmagan bilan ta'vilini shunaqa qilib buzib chiqarib beradi. Nima uchun? Chunki ahli kitoblar ham xuddi shunday bo'lgan ekan, Ibn Kasir aytganlar mana. Ko'p shu dinda yashavergandan keyin otasini mulkidek his qilib qolgan. O'zicha o'zini Allohning erkatoyida o'ylab olgan. Allohim meni kechiradi deb o'ylab olgan. Meni shuncha xizmatim bor, sen kim bo'lsan deb olgan. Ana shunday qilib ularning ko'pchiligi fosiq bo'lib ketdi degan Alloh taolo. Lekin Allohning adolatini qarang. Bir millatga hukm qo'yganda hammasi fosiq bo'lib ketdi demagan. Kasirun minhum fasiqun deyapti. Bu ko'p keladi Qur'onda. Ahli kitoblar haqida gapirganda Alloh ularni bir aytishingiz mumkin, aslida ehtimol 80-90% buzib ketgan desangiz ham bo'ladi. Lekin shunda ham Alloh adolat qilgan ularga, insof qilgan. Ko'pchiligi deb gapirgan. Hammasi demagan baribir ham ya'ni. Bu narsani biz ogohlantirdik, bir toifaga hukm qo'yganda hammasi bular deb gapirish yaxshi narsa emas. Va bir o'rinda gapirilsa ham boshqa o'rinda ogohlantirib ketish kerak. To'g'ri, Qur'onda ham gohida keladi hammasi deb ulardi. Lekin boshqa o'rinda mana shunaqa ko'pchiligi hammasi ham emas deb ajratib ketgani uchun ba'zi o'rinda hammasi deydi. Siz ham bir odam haqida, bir toifa haqida gapirsangiz, bir o'rinda ogohlantiring. Hammasi demaymiz albatta deb, keyin ba'zi o'rinda shunaqa qilib bular deb gapirsangiz keyin yarashadi. Chunki siz o'rnida uni qaytlab gapirgansiz, hammasi emas degan. Masalan, Oli Imron surasida minhumul mu'minuna va aktsaruhumul fasiqun deydi Alloh. Ulardan mu'minlar bor, aksari esa fosiqdirlar degan. Endi shunchalik qalb qotib ketgan bo'lsa ham, mana temir uzoq vaqt turaverib zanglagandek yoki tovoqlar mana yuvmasdan qo'yib qo'ysangiz, yog'lari qotib qolgandek, ketmaydigandek bo'lib ko'rinsa ham baribir ketadi bir kun, to'g'rimi? Uzoq vaqt ishlov berish kerak, lekin baribir ketadi. Ko'proq suv bilan yuvib tozalansa ketadi. Ana shunga o'xshab umidni uzmaslik kerak odam. Qanchalik qalbi qotib ketgan bo'lsin, baribir yumshashligi imkoni bor. Shuning uchun ham keyingi oyatda Alloh aytadiki, 17-oyatda mana. I'lamu annalloha yuhyil arda ba'da mawtiha. Bilinglarki, Alloh yerni o'lgandan keyin tiriltiradi axir. Ya'ni masalan, hech bir yerda o'simlik ko'karmaydi deb o'ylab yotgan, qaqshab yotgan yeringizdagi qarang, bir yomg'ir yog'sa ko'karib chiqadi o'sha yerdan o'simlik. Siz bu yerdan hech narsa chiqmasa kerak deb o'ylaysiz. Lekin o'sha yerdan chiqib keladi. Alloh yerni o'lib yotgandan keyin tiriltiradi. Ya'ni yomg'ir bilan. Xuddi shunday bu oyat tagida, gapning tagida gap bor. Al-isharat tahta al-isharat al-ibarat. Ishora bu, ishoraning tagida katta ibora bor. Yerni qaqshab yotganda Alloh qayta tiriltirib suv bilan uni o'simlik o'stirganidek, qalbing qotib ketgan bo'lsa ham, qaqshab ketgan bo'lsa ham umidni uzma. Bilginki, sen harakat qil, Qur'on o'qi, zikr qil, salaf solihlar siyratlarini o'rgan, inshaalloh qalbingga mana vahiy yomg'ir yog'gandan keyin qalbing ham yumshaydi. Xuddiki qotgan yerga yomg'ir yog'sa yumshagandek. Ko'p o'rinlarda Qur'onda, hadislarda vahiyni yomg'irga o'xshatilinadi. Yerda bo'lsa qalbga o'xshatilinadi. Yerni yomg'ir tiriltirganidek qalbni vahiy tiriltiradi. Alloh ana shunga ishora qilyapti. Bilinglarki, yerni Alloh o'lgandan keyin tiriltiradi. Qad bayyana lakumul ayat la'allakum taqilun. Sizlar aqlinglarni ishlatishinglar uchun biz sizlarga oyatlarni ana shunday bayon qilib berdik, deyapman. E'tibor bering. Agar hozir shu oyatdan
yuqoridagi ma'nolar nazarda tutilgan bo'lmasa agar va shu oyatni yuqoriga bog'liqligi bo'lmasa, nima uchun Alloh oyatni aqlda ishlatishlik bilan yakunlayapti? Demak, bu yuqorida aytganimizdek, ishoraning tagida ibora bor, ibrat bor. Uni sen aqlingni ishlat degani. Biz hozir ko'pchilikdan eshityapmiz, Qur'onga chuqur sho'ng'isak, ma'nolariga ko'pchilik bunga e'tiroz bildiradi. Qayerdan olasizlar bunaqa narsalarni deydi. Oyatda bunday qaraganda zohirdan narsa chiqqan yo'q. Alloh yer haqida gapiryapti. Yerda Alloh tiriltirish haqida gapiryapti. Qalbni qayerdan topib kelding sen deydi. Oyatda lafzida yo'q narsani nimaga oyatga kirgizyapsan deydi. Sizga savol beryapman mana. Agar Qur'on shunday bir qarashdagina tushunib ketilaversa-da, uni tagida boshqa narsalar chiqmasa aqlda ishlatganga. Nima uchun oyatda oxirida Alloh aytayaptiki, liqaumin yaqilun deyapti. Alloh aytmadi-ku liqaumin yasma'un deb. Shundoq eshitilgandek tushunib ketilaversa Qur'on, uni tagida ishoralar, tagida iboralar bo'lmasa, Alloh aytardiki, liqaumin yasma'un derdi. Eshitadigan odamlarga biz shundoq eshitib tushunib ketaveradi ular. Oyatlarni bayon qilib berdik derdi. Bunday demayapti-ku Alloh. Liqaumin yaqilun deyapti mana. Aqlini ishlatadigan odamlarga oyatlarni bayon qilib berdik biz. Bundan chiqadiki, har doim ham Qur'on eshitilgandek tushunilmaydi. Aql bilan unga chuqur sho'ng'isangiz, tagidan boshqa ma'nolar chiqib keladi. Biz bu bilan botinlik firqasiga targ'ib qilmayapmiz. Qur'onnaligi lafzini otib yorib, quruq uni botinga sho'ng'ib ketadigan. Uni o'zining usuli bor. Mana usul tafsir kitoblarini o'qidik. Usul fiqh kitoblarini o'qidik. Usuli bor o'zini. Qur'onni manhajini o'rganib chiqib buni qila olasiz siz. Mana aytdik, Qur'onda ko'pincha Alloh taolo yomg'irni vahiyga o'xshatadi. Qalbni yerga o'xshatadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda sahih hadisda kelgan masalun ma ba'asinillahu bihi minal huda wal ilm kamasalil ghaysil kaseer. Alloh meni jo'natgan hidoyat va ilmning misoli yomg'ir deganlar. Qarang. Asoba ardon bir yerlarga yetgan toza yerlarga suvni qabul qilib o'zidan o't o'stirgan deganlar. Mana qarang. Qalbni yerga o'xshatyaptilar. Va bir yerlarga yetgan quruq yer, quruq suvni ushlab turadi. Ustida ya'ni o'simlik o'stirmasa ham uni odamlar ichadi kelib va hayvonlar ichadi, ekinlarni sug'oradilar deganlar. Va yana bir boshqa yerlar borki, bir tepalik yerga o'xshaydi, qir yerlarga. Na suvni ushlab turmaydi ustida, na bir o'simlik o'stirmaydi. Ya'ni umuman haligi haqdan, Qur'ondan foydalanmayotgan odamlarning misoli bu deganlar. Bu hadislarda bu narsalar kelgan. Ya'ni yerni qalbga o'xshatish, yomg'irni vahiyga o'xshatishlik. Bu mana oyatda demak mavzuga yuqoriga bog'liqligi shunda. Bilinglarki, umidni uzmanglarki, shaytonga o'xshamanglar, men odam bo'lmayman demanglar. Mana Fuzayl ibn Iyozdek zotlar qaroqchilikdan odam bo'ldi, balki olim ulamo bo'lib ketdi. Abdulloh Muborakdek zotlar otarchilik qilib yurgan holatida musiqa chalib, shunday katta olim ulamolar bo'lib ketdilar. Hech qachon umidni uzma. Ko'karmaydi dema, Alloh ko'kartiradi qalbni deyapti mana. O'lib ketgan qalbni ham. Sen harakat qil faqatgina. Bu hayotda hozir haqiqatan voqelikda ko'ryapsiz ham, haqiqatan ko'karib chiqyapti. Qo'shiqchilar dindorga aylanib ketyapti, da'vatchiga aylanib ketyapti. Alloh o'lib yotgan yerda ana shunday tiriltiradi degan. Qad bayyana lakumul ayat la'allakum taqilun. Sizlar aqlilarni ishlatishingiz uchun ana shunday oyatlarni bayon qilamiz sizlarga deyapti. Bayon qildik yoki. Mana shu dalilki, Qur'onni borliqqa bog'lab tushunmaslik, aqlda ishlatmaslik deyiladi. Bir faylasuf o'zicha bir shunaqangi fizik olim kelib olib, sen nimaga Qur'onni fanga aralashtirasan desa ham aqlsiz u. Yoki bu yoqda o'zini bitta alloma degan odam kelib olib, sen Qur'onni hadeb bunaqangi ilmiy narsalarga aralashtiraverma desa ham bu gap bekor. Alloh aytayaptiki, borliqni mana qarang. Qur'onga bog'lab tushunish aqllilarning ishi bu deyapti mana. Liqaumin yaqilun. Aql qiladigan odamlarga ana shunday bayon qilamiz. Siz odamlarni unaqa aqlsizlikka chaqirmang. Ya'ni Qur'onni sen ilmiy narsalarga aralashtirma, Qur'onni bu borliqdagi narsalarga aralashtiraverma deb aqlsizlikka chaqirish bu yaxshi narsa emas. Xullas maqsad mana bu oyatlarda Alloh taolo bugungi mana darsimizdagi o'qigan oyatlarimizda munofiqlarni, avvalo mu'minlarni mahsharda sirotdan o'tishlik holatini bizga tushuntirdi. Bundan keyin munofiqlarni sirot ustidan yiqilish holatini, ulardan hech bir fidyalar, mukofotlar qabul qilinmasligi. Undan keyin mu'min odam men yangiman hali sekin-sekin deb yuravermaslik kerakligi, munofiqlarga o'xshab orzu-havasga berilib o'zini o'zi aldamaslik kerakligi haqida gapirildi. Agar odam uzoq vaqt qalbini tiriltirmasdan yuraversa, dini iskirib qolishi mumkinligidan ogohlantirildi. Ahli kitoblarga o'xshab keyin odam qalbi qattiq bo'lib, Allohning kitobini ham o'zgartirishdan tap tortmaydigan bo'lib ketishligi mumkin ekan.
Lekin shunday bo'lib ketsa ham baribir uni tiriltirish mumkin ekan. Umidni uzmaslik kerak. Alloh yerida o'lgandan keyin suv bilan tiriltirgandek qalbni ham vahiy bilan tiriltirar ekan. Mana shu mavzular haqida xulosa qilganda gapirdik. Keyingi oyatda yana mavzu sura o'zining asl mavzusiga qaytadi, yana sadaqa haqida gap keladi. Undan keyin mana siddiqlar, shahidlar martabalari haqida sura hali davom etadi. Inshaalloh keyingi darsda 18-oyat tafsiridan davom ettiramiz. Subhanakallohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astag'firukalloh va atubu ilayk.